Kelin olgandan keyin qaynonalar 1-2 oyning ichida kasal bo'la boshlaydi. Nima uchun? Yeyish oldingiday harakat birdaniga kamayib ketadi. Chunki kelin sigir sog'adi, kelin kir yuvadi, kelin ovqat qiladi, kelin hovli supuradi, kelin ishkomga qaraydi, kelin agorodga qaraydi. To'g'rimi, yo'qmi? Ilgari qaynona hammasini qilgan, kelindan oldin o'zi kelin bo'lgan, endi qaynona bo'ldi, u kelin bo'ldi. Shuning uchun hurmatli qaynonalar, o'zingizga ayrim ishlarni o'zingizda saqlab qoling. Xo'pmi? Keliningiz qancha zo'r bo'lsa, qaynona shuncha ko'p kasal bo'ladi. Shuning uchun yaxshi kelin keldimi, albatta o'zingizga boshqa ish topib oling. Albatta ko'chaga chiqib qadam bosib yuring, parhezga qarang, har xil o'qishlarga borib o'qingda o'zingizni yana saviyangizni ko'taring. Xo'pmi? Mana bu kundalik ishni kelinga tashab qo'yingda, lekin o'zingiz jismoniy tarafdan ham, parhez tarafdan ham albatta o'zgaring. O'zgarmasa bo'lmaydi. Uchrashguncha.